Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Hamma yaxshimi? Bugun sizlarga balansga strategiya beraman. Hozir tuzuvni ko'rsataman. Strategiya bo'limiga o'tamiz. Koeffitsient 1/45 ga qo'yamiz. Strategiya qo'shishga bosamiz. Strategiyaning nom qo'yamiz balans deb. Keyin foizni 222% qilamiz. Lossi 1. Keyin o'rtaga 1 qo'yib olishimiz kerak. Hozir nima bosilib ketdi? Profit bosilib ketibdi. 1 qo'yib olamiz, keyin pastidan restart bet amountga qo'yamiz. Bu degani bir marta yutgandan keyin boshlagan balansga qaytadi. Qo'shamiz. Switch over underni. Lossi 2. Masalan, 2 marta qizil tushganda almashadi. Strike off plus stop bet amount. Lossi bu degani shuncha slave'ga ketsa to'xtaydi avtomatik. Saqlaymiz. Keyin balansga qarab tikamiz 225. Endi boshlaymiz o'yinni. Hozir zeratim o'lguncha telefonimda ko'rsatib beraman. Zerat kam qoldi. Hali yangilar bo'lsa obuna bosib qo'yaylik, obuna. Hali ko'p videolar qilaman sizlarga. Obuna bossalaringiz motivatsiya bo'ladi. Agar savollar bo'lsa, kommentariyada lechkam bor, bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Endi o'ynab ko'ramiz. Tak. Hozir men kam tikkamga vaqt ketib qoladi. Tak. Endi normal tarafdan tegyapman. Stop profit qo'yganman-ku-ya. Mayli, endi zeratim kam bo'lgani uchun kattaroq tegaman. Qani ko'ramiz. Profitga qarab turamiz. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yingizlar, yangilar. Har kun yangiliklar bo'ladi. Yaxshi ketmoqda. Tomosha qilib turingizlar, hozir kelaman. Mana keldim, ishim chap qolganda. Tomosha qilib turibsizlarmi? Yangilar bo'lsa obuna bosib qo'yaylik, motivatsiya bo'ladi. Bu kanalda men iloji boricha har kun qiziqarli strategiyalar chiqarishga harakat qilaman. Shuning uchun obuna bosib tashlaymiz. Savollar bo'lsa, shu yerda kommentariyada lechkam bilan Telegram kanalim bor. Bemalol yozishlaringiz mumkin, yordam beraman. Zeratim bo'lguncha endi ko'ramiz, yurib beraman. Videoning boshida ko'rsatganimdek tuzib olasizlar bir xil qilib, nomini boshqacha qo'yamiz.
strategiya bo'limida o'ynamoqdamiz. Balanska strategiya bu. 100 martalar yurmoqda. Profit ko'rganlaringizdek normal keldi. Salkam 0.1. O'rtacha balanslarga bo'ladi. Juda kam balansga bo'lmaydi bu strategiya. Balans kam bo'lsa, minimalga o'ynasangiz yaxshi. Normal balanslar borlar, normal tiksa yaxshi. Masalan, balansida 15 troni borlar 5000 dan qo'yib o'ynasa, cho'tki o'yin ketadi. Mana ko'rganingizdek hozir nechta? 4ta minusdan keyin yaxshi tikmoqda. Shuning uchun sal balans o'rtacha balans uchun strategiya bu. Juda kam balanslarga bo'lmaydi. Minimal 1 troni borlar minimalkadan o'ynasin. Keyin 5-10 troni borlar, masalan 5 troni borlar 1000 dan o'ynasin. 10 troni borlar agar bisvoy select bo'lmasin desa 1000 dan o'ynasin. 10 troni borlar agar yaxshi profit kelsin desa, masalan 10 troni borlar 5000 danmi qo'yib o'ynasangiz bo'ladi. Hozir 0.1 profit kelgandan keyin kattaroq tegib ko'ramiz. Telefon zaradi ham 3% qoldi. Oxirigacha video olaman endi. Mana shu yerga to'xtatamiz. 152 marta yurdi. 0.1 profit. Telefonni zaryadga qo'yishim kerak endi. Sizlar obuna, like bosib chiqib ketamiz. Xuddi bir xil qilsalaringiz yaxshi. Hozir men boshqa ko'p o'ynab bera olmayman, sababi zaryad kam qoldi. Mayli, hammaga rahmat.